Ertalabki choyga issiqqina bochkada pishirgim keladi, lekin xamirim oshmaydi yoki pishganda bersh bo'lib qoladi degan bahonangiz endi bo'lmaydi. Iliq sutga dro'jja solib apara qilib olasiz. Apara oshgach, shakar ketidan tuxum chaqasiz va yengil bo'lishi uchun o'simlik yog'i va undan keragicha qo'shib olasiz. Xamir qilasiz. Xamir qo'lga yopishqoq bo'lgandan so'ng sariyog' bilan xamirga ishlov berib, oshirib olasiz. Issiq havoga yaqinlashgani sari odam organizmi morojniga tortadi. Men sizga tabiiy ajva xurmosini pastasidan tayyorlangan Icing Gold morojnilarini tavsiya qilaman. Shirasi me'yorida, asosiysi tabiiy mahsulot. Bu xamirni siz bemalol bir kun oldin xolodilnikka qo'yib ochirsangiz ham bo'ladi. Oshgan xamirni olti bo'lakka bo'lib, ketma-ketlikda qo'lda yoyib, orasiga xuddi videoda ko'rsatilgandek sariyog' surtib chiqasiz. Saryog'ingiz ham xona haroratida bo'lgani ma'qul, surilishi oson bo'ladi. Oxirgi zuvalida saryog' surtmasdan yoyib rogalik shaklida tugish uchun kesib olasiz. Menda umumiy hisobda 16 ta chiqsa, siz xohlasangiz yana ham maydaroq qiling. Pergament solingan listga terib chiqasiz, ustidan tuxum surtasiz. Duxovkada avval 200 gradusda baland olovda 10 daqiqa, so'ng 180 gradusda 15 daqiqa qizartirib pishirib olasiz. Issiqligida xohishga ko'ra asal surtasiz yoki manga o'xshab ichiga shokolad pastasi bilan to'ldirasiz. Ishoning, juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, o'ng tarafda yurakchani bosib, sahifamga obuna bo'lishni ham unutmang.